Asl haqiqatlarni hamma insonlar izlab yashaydi. Men o'zim uchun kecha muhim bir haqiqatni kashf qildim. Bugun buni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Har bir inson oldiga maqsad qo'yadi, go'yoki o'sha maqsad hayotining mazmuni. O'sha maqsadga erishganda o'zini baxtli his qiladi, o'zini haqiqiy g'olibdek his qiladi degan fikr tuyg'uda yashaydi, to'g'rimi? Lekin aslida o'sha tuyg'uga yetib borgan joyda u narsani illyuziya ekanligini ko'radi. Chunki biz hozirda yashaymizda, biz ichimizga hozirda o'sha nima tuyg'u xohlayapmiz, hozir berishimiz kerak. U joyda hech narsa yo'q. Hozirgi ichingizdagi turgan bo'shliq o'sha joyda ham shu holcha turaveradi. Siz hozirgi ichki tuyg'ularingizni ishlashingiz kerak. O'sha joyga yetib borishimiz aslida biz finish hozirgi tuyg'ular, hozir istayotgan tuyg'ular ichimizda shakllantirib olib, o'zimiz uchun finish chizig'ini belgilab, o'sha marraga yetib borgandan keyin keyingi marra uchun yangi tochkalar aniqlanadi aslida.